Allah'ın yurttaşlar kanalımıza abunasları 4 etaj domumuzun 3. etajında 2 xanam satıb qoyulğan, hər etajımızda 2 xanadan boladı. Lokasiyanı tushuntiradigan olsak, Xorazm televideniya bo'ladi. Kamuzyan yazıb, Qarasuk Banisa ham bor bu yerda. Shu teritoyamizdagi yo'lning ustundagi dom bo'ladi. Yurttaşlar 3 xonali yurtdoshlarimiz xonamiz oddiy. Birinchi chetdan tushuntirib boraveramiz. Bu tarafimizda girish qismi koridorimiz ham keng, e'tibor beramiz. Remont talab bo'ladi yurtdoshlar. Главный aynalarımız almashtirilgan, отоплениясine ega, двухкомнатный отопление turibdi, stenli. Yan tarafımızda dolu zal yine. Registrlar tasavvuf tuttu yurtdoshlarimizni. Vanna tualetlarimiz ham oddiy. Yan tarafımızda yine ulu zal joyimiz. Yan tarafımızdaki balkonumuzni ikiye bölüp xona qo'shib qo'yibdilar yarımını kuxniya etib qo'yibdilar. Bu yerda yine tuvaletimiz adlı. Yan tarafımızda vannası. Vannası kafelden çıkıp durdu. Ya normal halattı. Bir de kuxnya joyimiz o'zini. Kuxnyani balkona ko'zib qo'yibdilar. Shunday holatda berilgan yurtdoshlar. Narxini keladigan bo'lsak 350 million, kim ma'qul olsa ekranimizdagi berilgan nomerlarimizga chiqaverasiz, so'roq sotib olib qo'ydi yurtdoshlar. E'tiborlar uchun rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'linglar.